Davlatimiz rahbarining 2024-yil 5-yanvardagi quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Suv xo'jaligi nazorat inspeksiyasi viloyat boshqarmasi tomonidan suv inson hayotining asosiy manbai, iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi va sanoat rivojlanishining eng muhim omili mavzusida seminar tashkil etildi. Dunyo suv resurslariga bo'lgan ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda. Harorat ko'tarilishi, aholi sonining o'sishi va iqtisodiyotning tez sur'atlarda rivojlanishi suvdan oqilona foydalanish masalasini dolzarb muammoga aylantirmoqda. O'zbekistonda suv resurslarining asosiy qismi Amudaryo va Sirdaryo daryolari, ikki daryo va soylar hamda yer osti suvlaridan iborat. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizda umumiy suv oqimi 116 milliard kub metrni tashkil etadi. Asosan umumiy suv iste'molining 90-91% qishloq xo'jaligi ehtiyojlariga yo'naltiriladi. Seminarda ko'tarilgan asosiy masalalardan biri sug'orish tizimidagi yo'qotishlarning oldini olish, aholi o'rtasida suvdan foydalanish madaniyatini yanada yuksaltirish masalalariga qaratildi. Qarorga asosan barcha suv yetkazib beruvchi fermer xo'jaliklariga bir kub suv 100 so'mdan narxi belgilandi. Asosiy maqsad suvni iqtisod qilish, olinayotgan suvni to'g'ri foydalanish. Bu maqsadda bu qaror chiqarilib, hozirgi kunda barcha tumanlarda suv yetkazib berish davlat muassasalari faoliyat ko'rsatyapti. Olingan suvlar to'liq hisob-kitob qilib, buning maqsadi nima? Suvni to'g'ri iqtisod qilish, to'g'ri foydalanish. Yurtimizda suv resurslari bilan bog'liq muammolarni hal qilishda kompleks va innovatsion yondashuvlar olib borilmoqda. Jumladan, yangi texnologiyalarni joriy qilish orqali suv yo'qotishlarini kamaytirish, sug'oriladigan yerlarning hosildorligini oshirish va energiya tejash imkoniyatlarini yaratmoqda. Bu chora-tadbirlar nafaqat suv resurslarini hozirgi kunda samarali boshqarish, balki kelajak avlod uchun ham barqaror suv ta'minotini ta'minlashga yo'naltirilgan. Hisob-kitobi yuritilsa, bu suvni tejash bo'yicha ham katta ishlar amalga oshiriladi. Agar suvning hisob-kitobi yuritilmasa, bu suvga bo'lgan e'tiborsizlik yuzaga kelib, suv isrofgarchiligi ortib boradi. Qarorda shunday ko'rsatilganki, 2025-yil 1-yanvardan boshlab har bir iste'molchiga agar suvni o'lchab, suv o'lchash vositalarini o'rnatib, suv o'lchab olinsa, yana hamda shunga olinayotgan suvlar bilan tomchilatib sug'orishdi, suv tejash texnologiyalarini joriy qilsa, soliq stavkasiga 0,5 kamaytiruvchi foiz qo'llaniladi. Suv o'lchash vositalarini qo'llab hisob-kitobini yuritdi. Bu fermerlarga yoki bu iste'molchilarga kamaytiruvchi 0,7% hisoblanishi qarorda ko'rsatildi. Agar shulardan ikkovini ham qo'llamasdan, suvni hisob-kitobini yuritmasdan suvni oladigan bo'lsa, qonun talablarini buzganlik hisoblanib, bularga ko'paytiruvchi 1,5 koeffitsient bilan soliq stavkasi qo'llanilishi belgilangan. Ma'lumot o'rinda viloyatimizning 326 ming gektar yer maydoni sug'oriladigan maydon hisoblanadi. Bundan avvalgi yillarda ariqlar tuproq o'zanli bo'lib, bostirma usulda 1 gektar paxta maydoni 1800 metr kub suv bilan sug'orilgan. Hozirda o'q ariq, agatlab sug'orish tufayli oqova suvlar tejalyapti. Natijada 1 gektar paxta maydoni 1200-1400 metr kub suv bilan sug'orilyapti. Albatta, bunda ariqlarning betonlanishi, sohaga suvni tejaydigan yangi texnologiyalarning joriy qilinishi, suvdan oqilona foydalanish maqsadida olib borilayotgan sa'y-harakatlar natijasida tejamkorlikka erishilyapti. Endi har bir fermer o'z dalasini sug'orish uchun zamonaviy suv tejovchi texnologiyalar uchun imtiyozli soliq berilishini anglab yetadi. Suvdan oqilona foydalanish bu nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi. Mamlakatimizda suv resurslarini saqlash va samarali boshqarishda innovatsion va raqamlashtirilgan yondashuvni keng joriy etish natijasida kelajakda suv taqchilligi muammosining oldini olish mumkin.